Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugungi tijorat banklarida muammoli kreditlar holati mavzusidagi podkastimizga xush kelibsiz. Bugungi podkastimiz mehmoni Kalandarov Abdulla aka hisoblanadilar. Ular Bank moliya akademiyasi tadqiqotchisi va aynan shu sohada mutaxassis hisoblanadilar. Marhamat Abdulla aka, o'zingizni yana bir bor tanishtirib o'tsangiz. Yana bir bor assalomu alaykum Mashhurbek aka. Bank moliya akademiyasi mustaqil izlanuvchisiman. Tijorat banklaridagi muammoli kreditlarni undirish amaliyotini takomillashtirish mavzusida dissertatsiya tayyorlayapman va shu yo'nalishda faoliyat yuritaman muammoli kreditlarni undirish yuzasidan. Rahmat vaqt topib kelganingiz uchun. Avvalambor o'sha xalq tilida aytganda muammoli kredit yoki ingliz tilida non-performing loan o'zi nima? Ozgina ta'rif bera olasizmi? Muammoli kreditlar ayni kunda tijorat banklarini qiynab kelayotgan desak ham bo'ladi. Asli o'sha 5 tasnifdan iborat bo'lsa, o'sha standart va substandart kreditlar bu holati yaxshi kreditlar, qoniqarsiz, shubhali, umidsiz kreditlar bu aynan e'tibor qaratish kerak bo'lgan, jiddiyroq shug'ullanish kerak bo'lgan va muammoli kreditlar deb tasniflanadi. Muddati o'tgan qarzdorlik 30 kungacha standart holatda bo'ladi. Ma'lum bir sababga ko'ra qarzdor tomonidan oyligi kechikkan bo'lishi mumkin yoki mijozning qaysidir bir sababga ko'ra esidan chiqqan bo'lishi mumkin yoki o'sha pul tushumi bilan bog'liq boshqa masala bo'lishi mumkin. 30 kungacha bo'lgan holatda bu muddati o'tgan qarzdorlik hisoblanadi va standart deb tasniflanadi tijorat banklarida. Muddati o'tgan qarzdorlik kunlar soni 30 kundan oshgandan keyin o'sha substandart kredit tasniflanadi. Bunday holatda tijorat banklari mazkur kredit qarzdorligi bo'yicha 10% miqdorida maxsus zaxira shakllantirishga majbur bo'ladi. Substandart kreditlar 90 kungacha undirish jarayonida bo'ladi. Ya'ni tijorat banklari maxsus bo'linmalari, maxsus o'sha xodimlar tomonidan joyiga chiqish, ogohlantirish xati, talabnomalar yuborish orqali undirish choralari ko'riladi. 90 kungacha ham undirilmagan taqdirda mazkur kredit qoniqarsiz deb tasniflanadi. Tijorat banki mazkur kredit qarzdorligi bo'yicha 25% miqdorida zaxira shakllantirib, bu kreditni muammoli kreditlar safiga qo'shib, bu bilan jiddiyroq shug'ullanishga to'g'ri keladi. Ogohlantirish xat, talabnomalar yoki og'zaki ogohlantirishlarga qaramasdan mijoz agar to'lamaydigan bo'lsa, bank sud tartibida undiradi. Aynan siz aytyapsiz, 180 kun yoki 365 kun ichida ham undirilmagan kreditlar bo'ladigan bo'lsa, ularni undirilmagan taqdirda fuqarolarda amaliyotda qanaqa chora-tadbirlar qo'llaniladi? Avvalambor hozirgi kunda tijorat banklari tomonidan xorijiy tajriba sifatida collection tizimi joriy qilingan. Avvallari undiruv jarayonlari monitoring bo'linmalari tomonidan amalga oshirilgan bo'lsa, hozir alohida collection bo'linmalari tomonidan amalga oshirilmoqda. Bir kundan 40 kungacha muddatda qarzdor bilan o'sha telefon orqali, SMS xabarnoma yuborish orqali muloqotda bo'linadi. Aksariyat qarzdorlar o'sha 40 kun ichida albatta qarzdorlikni to'lashadi, lekin to'lashmagan yoki ma'lum sababga ko'ra 40 kundan oshgan mijozlar bilan hard collection xodimlari shug'ullanishadi. Ya'ni mijozga o'sha talabnoma, ogohlantirish xatlarini qo'liga yetkazish chora-tadbirlari ko'riladi 40 kundan 90 kunga qadar. O'sha 90 kunga qadar ham ancha-muncha qarzdorlar o'z qarzdorliklarini so'ndirishadi. Agar so'ndirishmagan taqdirda 90 kundan oshsa legal collection xodimlari shug'ullanishadi. Bunday holatda albatta ogohlantirish xatlari yuborilib, shunday holatda ham to'lamasa sudga beriladi. Bank foydasiga da'vo arizasi qanoatlantirilsa, sud qarori 30 kunda qonuniy kuchga kiradi va majburiy ijro byurolari tomonidan ijro harakatlari amalga oshiriladi, ya'ni ijro harakatlari boshlanadi. Agar mijoz mikroqarz olib kafillik asosida yoki sug'urta tashkiloti sug'urta polislari asosida ta'minot sifatida qoplangan bo'lsa yoki mijozning ish haqqi loyihasi asosida ish haqqi
oyliklari ta'minot sifatida ko'rilgan bo'lsa, bunday holatda kafil bo'lsa kafilni ish haqiga qaratish holatlari, sug'urta polisi bo'lsa sug'urta tashkilotdan undirish choralari ko'riladi. Agar mijozni ish haqqi loyihasi asosida bo'ladigan bo'lsa, albatta ish joyiga, oyligiga qaratish choralari ko'riladi. Agar qarzdor avtokredit yoki ipotechnik kredit olingan bo'lsa, bunday holatda albatta undiruv ta'minot obyektiga qaratiladi. Agar avtotransport vositasi olish uchun avtokredit rasmiylashtirilgan bo'lsa, tabiiyki o'sha avtotransport vositasiga qaratiladi undiruv. Agar uy-joy olish maqsadida ipoteka kredit olingan bo'lsa, bu albatta o'sha olingan uy ta'minotga qo'yilgan bo'ladi va undiruv aynan o'sha xonadonga qaratiladi. Bunday holatda majburiy ijro tomonidan auksion savdolariga chiqaziladi. Avtotransport vositasi yoki garovga qo'yilgan mulk va auksion savdolarida realizatsiya qilinadi. Agar realizatsiya qilinmagan taqdirda takroran bir marotaba yana e-auksion orqali realizatsiya qilinadi. Unda ham agar sotilmaydigan bo'lsa, majburiy ijro byurosining maxsus taklif xatiga asosan mazkur mulk bank balansiga olinib, bank balansi orqali realizatsiya qilish choralari ko'riladi. Xabaringiz bor, ya'ni shunaqangi vaziyatlar bo'lib qoladi. Bank o'zini klientlariga hech qanday sug'urtasiz, kafilsiz ham kredit beradigan holatlar mavjud. Endi ana shunday paytlarda 180 kun yoki 365 kunda ham o'sha kredit so'ndirilmagan taqdirda fuqaro qamalib ketish ehtimolligi bormi? Agar qamalgan taqdirda uni qanday undirib olinadi yoki bank undan kechadimi qarzdan? Albatta, kredit jarayonida, kredit davomida fuqarolar daromad manbaini yo'qotishi mumkin yoki bo'lmasam o'sha ma'lum bir sababga ko'ra jinoyat ishi doirasida ozodlikdan mahrum bo'lib qolish holatlari bo'ladi yoki mijoz olamdan o'tish holatlari ham ko'p kuzatilib turadi. Bunday holatlarda avvalambor agar kredit ta'minlangan bo'lsa, kafillik, sug'urta yoki mulk bilan ta'minlangan bo'lsa, kredit 90 kundan o'tib muammoli deb tasniflansa, albatta ta'minot obyektiga qaratiladi. Shunday holatlar ham bo'ladiki, mijoz ozodlikdan mahrum etilgan mijozda shunday holat bo'ladi. Ular albatta ish bilan ta'minlanadi. O'sha manzil koloniyalarida sudning qarori bilan ijro ishi qo'zg'atilib, ijro varaqasi o'sha manzil koloniya buxgalteriyasiga topshirilib, mijozni hattoki o'sha ozodlikdan mahrum etilgan mijozni manzil koloniyadagi oyligidan undirilgan holatlar ham bo'lgan bank tajribasida. Endi olamdan o'tgan mijozlar bo'ladigan bo'lsa, bank ko'pchilik banklarda kreditlash siyosatida ham, kreditlash nizomida ham belgilangan o'lim guvohnomasiga asosan foiz hisoblash to'xtatiladi bank tomonidan. Ko'pchilik holatlarda qarindosh urug'lar, olamdan o'tgan mijozlarni qarindosh urug'lar tomonidan kredit qarzdorligi so'ndirib ketiladi. So'ndirilmagan taqdirda ham o'sha balansdan tashqari hisob raqamda yuritiladi. Endi umuman olganda O'zbekistonda muammoli kreditlari holat qanday? Muammoli kreditlar hozir biz shu ilmiy ishimiz doirasida o'rganib chiqyapmiz. Yillar kesimida muammoli kreditlar yil sayin mutaddil o'sish tendensiyasida. Misol uchun 21-yilda yanvar oyiga jami kredit portfeli respublikamizda 276 trillion bo'lgan bo'lsa, muammoli kreditlar 5 trillion tashkil qilgan. Bugungi kun holatiga, ya'ni 25-yilning 1-yanvar holatiga kredit portfeli tijorat banklarida 2 marotaba o'sgan. 1-yanvar holatiga 533 trillion bo'lsa, muammoli kreditlar umumiy ulushi 5 baravarga oshgan. Yuqorida aytganimdek, ayni kunda tijorat banklari tomonidan juda katta resurs sarflanyapti. Muammoli kreditlarni bartaraf qilish, oldini olish bo'yicha, kredit portfelini sog'lomlashtirish bo'yicha juda ko'p bo'linmalar shakllantirilgan, juda ko'p xodimlar safarbar etilgan. Sababi bu aynan o'sha bankning moliyaviy barqarorligiga
to'g'ridan to'g'ri salbiy qiluvchi, ta'sir qiluvchi salbiy omil hisoblanadi. Bank o'zini shaxsiy daromadidan muammoli kreditni yopish chorasi ko'rilgandan keyin birinchidan ajratilgan kredit qaytmayapti, resurs qaytmayapti. Ikkinchidan o'sha zaxira hisobidan qoplanish holatlari muammoli kreditlarda tijorat banklarining moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Muammoli kreditlar 21-yil 1-yanvar holatiga 5 trillion, 25-yil 1-yanvar holatiga 21 trillion ko'rsatkichga ega edi. Katta rahmat. Xo'p, endi keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, muammoli kreditlar oshib borgani sari u makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga qanday ta'sir qiladi? Aynan qaysilariga va umuman olganda aholini turmush tarziga qanday salbiy oqibatlari bor? Albatta ta'siri bor, Mashhurbek aka. Mana hozir o'zimiz guvoh bo'lyapmizki, muammoli kreditlar oshib borgan sari resurslarda ham taqchillik kuzatilyapti. Ya'ni resurs orqaga qaytmagandan keyin, ajratilgan kredit orqaga qaytmagandan keyin resurslarga bo'lgan ehtiyoj oshyapti va o'shani fonida kreditlarning foiz stavkalari oshishi kuzatilmoqda. Tijorat banklarida foiz stavkasi oshishi nimaga olib keladi? Birinchidan, tadbirkorlik subyektlari kredit olganda tabiiyki mahsulotini tannarxi oshadi. Yoki o'sha foizlaridan, yuqori foizdan cho'chib tadbirkorlik subyekti kredit olmagan taqdirda ham uni aylanma mablag'lariga ta'sir ko'rsatadi. Bu biz tijorat banklarining kreditlarini iqtisodiyotni tomiridagi qon deyishimiz mumkin. Iqtisodiyotni harakatga keltiruvchi vosita aslida kreditlar. Agar o'sha kreditlarni ajratilish shartlari noqulay bo'lsa, foiz stavkalari yuqori bo'lsa, tijorat tashkilotlarida albatta resurs taqchilligi kuzatiladi. Aylanma mablag'iga nisbatan yoki kredit olingan taqdirda, yuqori foizli kredit olingan taqdirda ham o'sha tannarxiga ta'sir qiladi. Oyliklarni pasaytirishga, ishchilarning oyliklarini pasaytirishga olib kelishi mumkin. Muammoli kreditga o'tgan qarzdorlarda yana 2 barobar qarzdorlik ko'payadiki, ularga nisbatan banklar penya hisoblaydi yoki kredit shartnomalari shartlarida belgilanganki, foizlarini o'sha 1,5 barobar yuqori hisoblaydi. Muammoli kredit bo'lgandan keyin. Undan tashqari davlat boji sud tomonidan belgilanadi. Undan tashqari MIB xarajatlari, deylik o'sha kreditni narxi yuqori darajada oshib ketadi va o'sha aholiga ham, tadbirkorlik subyektlariga ham bu o'sha iqtisodiy qiyinchiliklar olib keladi. Keling bir faraz qilaylik. Men 10 million so'm kredit oldim. Shuni men muammoli kredit darajasiga olib bordim. Endi siz aytgan chora tadbirlardan keyin men olgan 10 million kreditim, aytaylik qayta moliyalashtirish stavkasi hisobida 14% deydigan bo'lsak, misol uchun, qancha qilib qaytarishimga to'g'ri keladi? Buni alohida albatta hisoblash kerak. Muddat o'tgandan keyin qarzdorligingiz muddat o'tgan kundan boshlab jarima penya hisoblab boshlanadi. Ikkinchidan, foiz stavkasi hamma banklarda har xil, o'rtacha 1,5 barobar ko'p hisoblanadi. Agar sudga beriladigan bo'lsa, yuqorida aytganimdek, sud xarajatlari, davlat boji sizga o'sha 10 million qarzdorlik kerak bo'lsa, 20 million qaytarish holati kuzatilishi mumkin. Shu holatga olib kelinishi mumkin. Tushunarli, katta rahmat. Endi bizni akademiya, Bank moliya akademiyasi tinglovchilari tomonidan yuborilgan bir ikkita savollar bor edi. Qarshi bo'lmasangiz shularni o'qib bersam. Davlat tomonidan qabul qilingan chora-tadbirlar, ya'niki qonunchilik islohotlari, kredit siyosati, raqamli texnologiyalar qay darajada samara bermoqda? Bugungi kunda haqiqatda prezidentimiz darajasida hattoki muammoli kreditlarni so'ndirish islohotlari olib borilmoqda. Prezidentimizning tegishli qaror va farmonlarida ko'zda tutilgan bu holatlar, birinchisi keltirishimiz mumkinki, muammoli qarzdorlik sud qarori chiqqan kundan e'tiboran foizlarni to'xtatish taklifi bilan fuqarolik kodeksiga o'zgartirish kiritildi. Hozirgi kunda tijorat banklarida agar qarzdorni sudga berib hal qilib qarori chiqqan kundan e'tiboran tijorat banklari foiz qarzdorligini to'xtatishga majbur. Bu endi bu muammoli kreditlarni oldini olishga qaratilgan chora-tadbir desak bo'ladi. Sababi
kreditni to'lolmayotgan fuqaro yoki tadbirkor agar o'sha qarzdorlik yanada oshib borsa, foiz sanab o'sha aytaylik 1 yil, 5 yil davomida foiz sanaydigan bo'lsa, bu juda katta summaga olib kelishi mumkin. O'shani oldini olish maqsadida bu taklif kiritilgan va bu hozir amalda kredit siyosati va nizomida ko'zda tutilgan bir qancha jarayonlar bor. Misol uchun, muammoli kredit qarzdorligini sog'lomlashtirishda uni qarzdor bilan kelishgan holda prolongatsiya qilish, ya'ni kim o'sha qarzdorlikni so'nggi muddatini uzaytirish, shu orqali har oylik to'lov summasini kamaytirish. Bu tijorat banklari tomonidan o'sha mijozlariga ko'rsatilayotgan bir holat desak bo'ladi. Ikkinchi holat bu restrukturizatsiya deydi, kredit shartnoma shartlarini o'zgartirish. Misol uchun ichki grafiklarni o'zgartirish, kunlarini, masalan 5-kunda qo'yilgan bo'lsa, 5-har oyda 5-ida mijozga noqulaylik tug'dirishi mumkin. Mijoz daromadi 20-sanada bo'lishi. O'sha grafikni o'zgartirish kiritib, misol uchun 25-kunga grafikini o'zgartirish jarayoni yoki mijozni kredit ta'minotida mavjud bo'lgan aktivlarni bir qismini realizatsiya qilib, bir qismini sotib, sotilgan pul hisobiga qoplash holatlari kuzatiladi. Bu ham o'sha bankning tegishli vakolatli bo'linmalari tomonidan qaror qabul qilinib, mijozlarga o'sha qulaylik maqsadida, muammoli kredit oldini olish maqsadida ayni kunda mana shunaqa jarayonlar ham kuzatiladi. Rahmat. Aynan kam kuzatiladi deb, ya'ni kredit foiz stavkasini kamaytirish nazarda tutyapsiz. Qanday holatda kamaytiriladi? Endi avvalambor bu muammoli bo'lgan holatda va mijozning arizasiga, yozma murojaatiga va mijoz tomonidan o'sha asoslab berilgan holatlarda yoki o'sha hukumat darajasida qaror qabul qilingan qarorlar, davlat dasturi asosida kreditlar bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni kreditlari yoki misol uchun shunday holatlar borki, qayta moliyalashtirish stavkasiga bog'langan bo'ladi, foiz stavkasi. Qayta moliyalashtirish stavkasi pasaygan holatda kredit foiz stavkasi ham o'sha pasayadigan holatlar bo'ladi, kuzatiladi. Tushunarli, katta rahmat. Qarshi bo'lmasangiz, oxirgi savolni o'qib eshittirsam. Oddiy fuqarolar kredit olishda muammolarga duch kelmaslik uchun nimaga e'tibor qaratish kerak? Ya'ni bunda muammoli kreditlarni oshib ketmagan holda, ochilmagan holda kreditlarni qanday osonlashtirgan tarzda olish mumkin? Shu bo'yicha shaxsiy fikrlaringiz, tavsiyalaringiz qanday? Rahmat. Albatta, bu hozirgi yuqoridagi savolda ham bir qisman bu savolga javob berdik. Avvalambor kredit olishdan avval kredit miqdorini kredit oluvchi yaxshi anglab tushunish kerak. Aynan kerakli summani olish kerak deb o'ylayman. Keragidan ortig'ini olish ertaga bu behuda sarflanishga olib keladi va uni ertaga qaytarish kerak bo'ladi. Ortiqcha olingan summani va ortiqcha olingan summaga albatta foizlari bilan qaytarishga to'g'ri keladi. Shu sababdan kredit oluvchi kredit olish jarayonida albatta o'sha aniq summani bilish kerak va aniq qayerga sarflashni ham maqsadli kredit qilib olgan maqsadga muvofiq albatta. Va hozir ko'pchilik holatlarda shunaqa jarayon kuzatilyaptiki, tushunib tushunmasdan fuqarolarimiz boshqa qarzdorlarga kafil bo'lish holatlari kuzatilyapti. Kafil bo'lgan fuqarolar o'sha qarzdor bilan teng javobgarlikka ega, solidar tartibda javobgar bo'ladi. Kreditni asosiy qarziga, foiz qarziga va agar ortiqcha penya va shtraflar bo'ladigan bo'lsa, o'shalarga ham teng solidar tartibda javobgar bo'ladi. Ko'pchilik holatlarda shunaqa jarayonlar bo'ldiki, 20 yillik ipotechnik kreditlarga fuqarolar bilmasdan o'sha qo'shimcha qarzdor bo'lib, endi men 20 yil davomida kafilmanmi, 20 yil davomida agar qarzdor to'lamasa men to'laymanmi degan e'tirozlar bilan bankka murojaat qilishadi. Albatta, kafillik shartnomasi yoki kredit shartnomasida qo'shimcha qarzdor sifatida e'tirof etilsa, bu o'sha qarzdor bilan teng javobgarlikka sabab bo'ladi. Men o'sha kafillik berishdan avval fuqarolarga o'ylab ko'rishni tavsiya qilardim. Kimga kafil bo'lyapti, qanaqa summaga kafil bo'lyapti? Sababi ertaga qarzdorga bir korxol yuz bersa, ishsiz qolsa, ma'lum bir sabablarga ko'ra to'lov
jarayonni kechiktirsa, banklar avtomat tarzda maxsus o'sha dasturiy ta'minotlar orqali kafillarning plastik kartalaridan o'sha kerakli summalarni yechib oladi va bu ko'pchilik norozichilikka yoki kelishmovchilikka sabab bo'lishi mumkin. Mana shunday holatlarda ham fuqarolar yaxshi o'ylab ko'rish kerak deb o'ylayman. Abdulla aka, ajratgan vaqtingiz va ulashgan bilimingiz uchun kattakon rahmat. Kelgusida siz ishlaringizga va tadqiqotingizda zafar va muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.